Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ta'bir kitobidan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi yassir va la tu'assir. Robbi tammim bil khayr. Robbi shrah li sadri va yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robbi zidna ilman va fahman. Ta'bir kitobidan o'tgan darsimizda xafagarchilikni, huzunni, ma'zunlikni va uzr so'rashlikni ifodalovchi bir qancha iboralarni o'tgan edik. Bugungi darsimizda esa holatni ifodalovchi iboralarni o'tarkanmiz. Ta'birul 'adati va ahvalil af'al. Demak, holatlarni va odatlarni ifodalovchi iboralar ekan. Xo'p, birinchi iboramiz min 'adati an. Meni odatlarimdandir degani min 'adati an. Odatlarimdandir deb turib, oxiridan odatimiz bo'lgan birorta ish harakatni keltirishligimiz mumkin bo'ladi. Pastda misol qilib jumlalar beryapti. Min 'adati an ashraba al-qahwata fi as-sabah. Ertalab qahva ichishlik meni odatlarimdandir. Min 'adati an umarisa riyadata as-sibahati yawm al-'utla. Dam olish kunida suzish sport turi bilan shug'ullanishlik meni odatlarimdandir degani. Min 'adati an akula at-ta'ama wa huwa as-sakhin. Va huwa as-sakhin degani u issiq degani. Endi hol qilib keltiradigan bo'lsak, u issiq bo'lgan holatda, ya'ni taomni issiq bo'lgan holatda yeyishligim meni odatlarimdandir degan mazmunda tarjima qilamiz. Xo'p, mana shu iboraga misollar keltiramiz ba'zi. Demak, mana shu andan keyin muzori fe'lini keltirib turib, birorta ish harakatni mana shunday qilishligim meni odatlarimdandir degan mazmundagi jumlani aytishligimiz kerak bo'ladi. Misol aytmoqchi bo'lganlar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. خب من عادتي أن أقرأ الكتاب في اليوم كل يوم. Ahsanti, mashallah. Tarjimasi? Har kuni kitob o'qish meni odatlarimdandir. Ahsanti, mashallah. To'g'ri. Yana nima desa bo'ladi? من عادتي أن أكل الطعام اللذيذ في البيت. Ahsanti, mashallah. Shirin taomlar, uyda shirin taomlar tanovul qilish meni odatlarimdandir. Ahsanti, mashallah. Yana? Boshqa. خب من عادتي أن خب لعب كرة القدم في الملعب يعني futbol o'ynash, ya'ni anaqada stadionda futbol o'ynash meni odatlarimdandir. Ahsanti, mashallah. Faqat mana u andan keyin muzori fe'li keltirilishi kerak. La'iba deb bera olmaysiz. Al-la'aba deb berasiz. Al-la'aba. Ahsanti, mashallah. Yaxshi. Yana boshqa aytishni xohlovchilar bormi? Misol aytishni xohlovchilar bo'lsa, marhamat. Türklarda varmış galiba veya Azeriler olabilir. O örnek cümle söylemek isteyenler varsa dinleriz. Xo'p, aytishni xohlovchilar bo'lsa, marhamat. Min 'adati an ta'biriga jumla aytamiz. Kim aytadi? Assalomu rahmatullohi va barakatuh. Men aytishga harakat qilib kerak. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Marhamat. Min adati arabiy lug'atiga yodlash nima edi? Yodlash. An ahfaza deb berasiz yodlashni. An nima dedingiz?
أحفظ. أحفظ. Ya benim adetlerimde her gün her güne Arap lügat yadlaş dedi. من عادتي أن أحفظ الكلمات العربية كل يوم. كان يعني من عادتي الطعام لذيذ كل يوم. ماذا لو قد بشرش؟ أحسنتي ما شاء الله. بشرشنا أن أطبخ هذا براسس. من عادتي أن أطبخ الطعام اللذيذ كل يوم. أحسنتي ما شاء الله. باش قايت محجبو قل بامو بوسا مرحمت بومسا كينجي بارامزكي وتامز. خب بومسا كينجي بارامز. أحيانا وأحيانا ياكي تارة وتارة. ba'zida va ba'zida degan ma'noda, ya'ni o'zbek tilida aytganimizda ba'zida unday, ba'zida bunday degan ma'noda ishlatilinadi yoki bir safar unday, bir safar bunday degan ma'noda ishlatilinadi. أحيانا آكل الدجاج وأحيانا آكل السمك. من يترجم أو من تترجم؟ ترجمة قلب. أريد. بس مرحبا. أها. ba'zida tovuq yeyman, ba'zida baliq. أها أحسنتي ما شاء الله. تمام. كينجسة أحيانا أقرأ المجلة وأحيانا أقرأ كتابا. Qilaring. أها. ba'zida jurnal o'qiyman, ba'zida kitob. أحسنتي ما شاء الله. تارة أشعر بالسعادة وتارة أشعر بالحزن. Taratan nima bu? تارة هم أحيانا bilan bir xil ma'noda ishlatiladi. Ba'zida baxtni his qilaman, ba'zida xotirjamliknimi yo mahzunlikni his qilaman. محزونlik. أحسنتي ما شاء الله. بارك الله فيك. تمام. mana shunga jumla keltiramiz endi. Ahyanan va ahyanan yoki taratan va taratan xuddi shu ko'rinishda misollar aytamiz. Tafaddalu. Ikkita fe'l bir xil bo'lishi kerakmi shunda? Yo'q, fe'l bir xil bo'lishi shart emas. Boshqa harakatni aytsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, ahyanan aqro al-Qur'ana va ahyanan aktuba darsi. Ahsanti mashaalloh. Ma'nosini ham aytib keting. Ba'zida Qur'on o'qiyman, ba'zida darsimni yozaman. Ahsanti mashaalloh. Yana Ahyanan yo'q, tarotan ikkalasi ma'nosi bir xil. bir xil. Tarotan ashrabal qahvata va tarotan ashrabal shay. Ba'zida kofe ichaman, ba'zida choy. Ahsanti mashaalloh. Mumtaz. Marhamat, boshqa aytishni xohlovchilar bormi? Misol aytamiz mana shu iboraga. Ahyanan gohida yuguraman, gohida piyoda yuriyman degani. Ahyanan yuguraman degani esimga tushdi. Rakada fe'lida arqudi deb berasiz. Ardi. Ahyanan arqudu. Ahyanan arbudu. Ve ahyanan sayr qilaman degan. Yurishlik, piyoda yurishlik va ahyanan amshi. Ahyanan amshi. Amshimi? Amshi. Ahsanti mashaalloh. Yaxshi. Boshqa aytishni xohlovchilar bormi? Marhamat.
misol aytishni xohlovchilar bormi? Xo'p, tarjima qilamiz bo'lmasam, o'zbekchasini aytaman, tarjima qilasizlar. Ba'zida madrasaga boraman, ba'zida uyda qolaman desak qanday bo'ladi? أحيانا أذهب في المدرسة وأحيانا أبقى في البيت. Aha, ahsanti, mashallah. Fil madrasa dedingiz, faqat ilal madrasa bo'ladi. إلى المدرسة. Ahsanti, mashallah. Hop, buni boshqa shaxslarga nisbatan ishlatsak ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda faqat ana domiriga nisbatan, menga nisbatan kelgan, men qilaman deb. Sen qilasan yoki sizlar qilasizlar, biz qilamiz deb aytsak ham bo'laveradi. Boshqa shaxslarga xoslab. Ba'zida bunday qilasan, ba'zida bunday qilasan ma'nosida. Misol aytishni xohlovchilar bo'lsa, marhamat. Ba'zida madrasaga avtobus bilan borasan, ba'zida esa taksi bilan borasan, ya'ni mashina bilan borasan desak qanaqa bo'ladi? أركبni beramizmi? Yo'q, borasan degan fe'lni. Yo, zahabga beramiz. Aha. أحيانا تذهب بالحافلة وأحيانا تذهب بالسيارة. Ahsanti, mashallah. Madrasaga degan joy qolib ketdi faqat orada. Ilal madrasani oraga qo'yamiz. Tazhabu ilal madrasa. Ahyanan tazhabu ilal madrasa bis-sayyara va ahyanan bil hafila. Ahsanti, mashallah. Xo'p, keyingi iboramizga o'tamiz. Tawalal vaqti. Tawalal vaqt degani uzun zamondir yoki ancha vaqtdan beri, uzoq vaqtdan beri deb tarjima qilamiz. Birorta ish harakatni uzoq vaqtdan beri sodir bo'layotganligini ifodalashlik uchun ishlatiladi. Xo'p, demak, bu jumlani oxiridan keltiriladi. Sadiqi yuhibbu shurba ash-shay tawalal vaqt. Tarjima qilishni xohlovchilar bormi? Do'stim anchadan beri choyni yaxshi ko'radi. Choy ichishni yaxshi ko'radi. Aha, ahsanti, mashallah. Keyingisi zawjati mashghulatun tawal al-vaqt. Ayolim anchadan beri shug'ullanyapti. Aha, ya'ni band, mashg'ul degan ma'noda beramiz. Anchadan beri band. Keyingisi طالب يتصفح الفيسبوك طوال الوقت. talaba sinfdan يتصفح المدينة. Sahifalamoq, tutmoq degani kitobga nisbatan ishlatilsa sahifalashlik, ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan Facebookga nisbatan kelyapti, tutib o'tirishlik ma'nosida. talaba Facebook kutib o'tiribdimi? Anchadan beri uzoq vaqtdan beri Facebookni tutkilayapti yoki tutib o'tiribdi. Ya'ni shu bilan vaqt o'tkazishlik ma'nosida yoki sahifalayapti desak ham bo'ladi. Yaxshi, buni mashallah. anaqasi saffaha bo'ladimi yo tusaffaha bo'ladimi? Tasaffaha yatasaffahu. Tasaffaha yasaffaha. Rahmat. Ro'tda kelguncha tasaffu. Agarda qiz bola bo'lsa tasaffu bo'lar edi. Aha, ahsanti, to'g'ri, mashallah. Jinsiy rodda esa tatasaffah bo'ladi. Tolibu bo'lgani shu murskiy rodda ishlatildi. Tolibatu bo'lsa tatasaffahu bo'ladi. Xo'p, mana shu jumlaga misol keltiramiz endi. Tawalal vaqt, uzoq vaqtdan beri birorta ish harakatni sodir bo'layotganligiga. Marhamat. Aytishni xohlovchilar bo'lsa. أحب التفاحة طول الوقت. Aha, uhibbu tuffaha tawal al-vaqt. To'g'ri, mashallah, ma'nosi.
Anchadan beri olmani yaxshi ko'raman. Ahsanti, mashalloh. Yana marhamat, boshqa misol keltiruvchilar bormi? طوال الوقتية إقراء vaqt. Yani anchadan beri arab tili bilan shug'ullanaman deysan. Shug'ullanaman dedim. Umarisu bil arabiyya طوال الوقت desangiz bo'ladi. Shug'ullanaman degani umarisu yoki o'rganaman desangiz ata'allamu al-lughata al-arabiyya طوال الوقت desangiz bo'ladi. Ahsanti, mashalloh. سقط الولد ويبكي كثيرا طول الوقت. Bo'ladi. Ahsanti, mashalloh. Ha, ma'nosi. Bola yiqildi va anchadan beri ko'p yiqilyapti. Ahsanti, mashalloh. Sahih. Boshqa aytishni xohlovchilar bormi? Marhamat. Misol keltiramiz mana shu jumlaga. طوال الوقت. Ancha vaqtdan beri degani. طوال الوقتmi yoki طول الوقتmi? طوال الوقت. طول الوقت ishlatsak ham to'g'ri bo'ladi. O'zgarmaydi ma'nosi. O'zgarmaydi. Boshqa misol aytishni xohlovchilar bormi? Marhamat. Aytmoqchi bo'lganlar bo'lsa marhamat eshitamiz. ishlamay qolyapti telefon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Tafaddali. طوال الوقت أنا أحب أنا أحب طاولة Tarjimasi nima demoqchi bo'ldingiz oxirida? ancha vaqt men yaxshi ko'raman. Tarjimasini bilmayapman. Ahsanti, to'g'ri aytdingiz. Yaxshi. Uhibbu deganingizdan keyin birorta narsani keltirishligingiz kerak. Nimani yaxshi ko'rishligingizni yoki kimni yaxshi ko'rishligingizni anchadan beri. Nima kitob o'qishni demoqchi edim. Al-lug'ati arabiyya durusumidi adrus. Uhibbu an adrusa al-lughata al-arabiyya desangiz arab tilidan dars qilishni uzoq vaqtdan beri yaxshi ko'raman degan bo'lasiz. Yoki kitob o'qishni desangiz uhibbu qira'atal kutub طوال الوقت desangiz bo'ladi. Kitoblar o'qishni anchadan beri yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Madam yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Rahmat, alhamdulillah. O'zingiz salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Misol keltiraymi? Marhamat. أنا أحب صديقي طوال الوقت. Men anchadan beri do'stimni yaxshi ko'raman. Ahsanti, mashalloh. Mumtaz. Xo'p, boshqa aytishni xohlovchilar bormi? Bo'lsa marhamat. Tarjima qilamiz. Abi yaqra'ul majalla طوال الوقت. Nima degani? Otam anchadan beri gazeta o'qiydi. Jurnal. Ahsanti, mashalloh. Jamil, sahih.
Xo'p, yaxshi. Demak, mana shu kabi misollar keltiramiz. Keyingi iboramizga o'tamiz bo'lsam, fi kasirin minal ahyan. Fi kasirin minal ahyan degani ko'p holatlarda, ko'pincha degan ma'noda ishlatiladigan ibora, ya'ni bir ish harakatni ko'p vaqtlarda yoki ko'pincha bajarilayotgan ish harakatlarni mana shu fe'llar yordamida ifodalaymiz. Fi kasirin minal ahyan deb turib davomidan keltiramiz. La atanavalu wajbatal fatur. Tarjima qiladiganlar bormi? Ertalabki nonushtani anchadan beri yemayman. Aha, ahsanti mashaalloh. Yaxshi. في كثير من الأحيان أقرأ الصحيفة الأولى من الجريدة فقط. Jaridati nima degani? Gazeta bo'lsa kerak. Xo'p, safahada gazeta o'qiyman. Nommikin qanaqadir? Jaridati faqat. Qaysi so'z so'rayapsiz? Jaridati. Jaridati? O'sha gazeta edi-yu. Gazetani birinchi sahifasini anchadan beri o'qiyapman degan, shu birinchi sahifasi. Anchadan beri gazetani birinchi sahifasini o'qiyman bo'lsa kerak. Aha, ovozim kelyaptimi? Ovozingiz orada kelmay qoldi. Internet bilan muammo bo'ldi shekilli menda. Ha, kelyapti. Aha, tarjimasini qaytarib berasiz. Kim tarjima qildi? Gruppovoy tarjima qildik. Gazetani anchadan beri birinchi sahifasini o'qiyman faqat deb tarjima qildik. Aha, ahsantum mashaalloh. Yaxshi. Anchadan beri emas, faqat ko'pincha, ko'p holatlarda deb tarjima qilamiz. Ha, ko'pincha. Ko'p holatlarda faqatgina gazetani birinchi sahifasinigina o'qiyman. Yaxshi. Keyingisi في كثير من الأحيان أرجع إلى قريتي بالحافلة لا بالسيارة. Kim tarjima qiladi? Ko'pincha qishlog'imdan avtobusda qaytaman, mashinada qaytmayman. Aha, ahsanti mashaalloh. Mumtaz. Yaxshi. Misol keltiramiz endi mana shu anaqaga. Marhamat, aytmoqchi bo'lganlar bo'lsa, fi kasirin minal ahyan deb turib, mana shu kabi fe'llar bilan birorta ish harakatni beramiz. Xo'p, fi kasirin min ahyan yo'q. adrusu darsi amama al-muallimi fil madrasati. Ahsanti mashaalloh. Tarjimasi. Ko'pincha darsimni ustozimning oldida maktabda tayyorlayman, qilaman. Aha, ahsanti. Jamil. Yana marhamat, boshqa misol keltiramiz. Ustozim naqa desa bo'ladimi? Men ko'pincha kravatda uxlayman desa bo'ladimi? Bo'ladi, to'g'ri. Fi kasirin minal ahyani tanamu bo'ladimi? Uxlayman desiz, menga nisbatan bo'lsa anamu bo'ladi. Anamu sarirun. Aha, ustida degan so'z qolib ketdi. Ala sariri. Ala sarirun. Ahsanti mashaalloh. Yaxshi. Boshqa aytmoqchi bo'lganlar bo'lsa marhamat. Kim aytadi? Ko'pincha kutubxonaga mashinada boraman desak qanaqa bo'ladi?
خب في كثير من الأحيان أذهب إلى مكتبتي بحافلتي. أحسنتي ما شاء الله. صحيح. xo'p, boshqa aytmoqchi bo'lganlar bormi jumla? Bo'lsa marhamat, bo'lmasa keyingi iboraga o'tamiz. Xo'p, bo'lmasam keyingi iboramiz. Min vaqtin li akhar. Min vaqtin li akhar degani yuqoridagi ko'pincha degani teskari ma'nosi, zid ma'nosida ba'zida, kam holatlarda, ahyonda degan ma'noni ifodalaydi. Hop, demak, bu yerda birinchi jumlani keltirib, nuqtasi avvaldan turibdi. Jumlani keltirib, keyin mana shu iborani beramiz. Umarisur riyada min vaqtin li akhar. Ba'zidagina sport bilan shug'ullanaman. Ya'ni kam holatlarda demoqchi. Keyingisi azhabu li ziyarati jaddi va jaddati min vaqtin li akhar. Kim tarjima qiladi? Tarjima qilasiz. Marhamat. Men ba'zida bobom va buvimni ziyorat qilish uchun boraman. Ahsanti, mashaalloh. Keyingisi attasilu bi asdiqai min vaqtin li akhar. Ba'zida do'stlarim bilan qo'ng'iroqlashaman. Ba'zida do'stlarim bilan qo'ng'iroqlashaman. Odatdagi ba'zida emas, faqat ba'zidagina deb tarjima qilamiz, ya'ni kam holatlarda ekanligi bilinishi kerak jumlani mazmunida. Ba'zidagina. Yaxshi, mana shunga misollar keltiramiz endi. Kim aytadi? أذهب إلى البيت متأخرا من وقت آخر. Ahsanti, mashaalloh. Ma'nosi? Ba'zidagina uyga kech qolgan holda kelaman. Ahsanti, mumtaz. Marhamat, yana kim aytadi? Ba'zidagina kofe ichaman desa qanaqa bo'ladi? Tarjima qilaring? Qilay va deganda. Qilib. Juda kerak. Ashrobi bo'ladi. Yo ashrobu qahvata mina vaqtil akhira. Akhirani oldin li bor, li akhira. Li akhira. Ahsanti, mashaalloh. Yaxshi. Ba'zidagina futbol o'ynayman. Qanaqa bo'ladi? Xo'p, al'abul kuratal qadam min vaqtin li akhar. Ahsanti, mashaalloh. Ba'zidagina do'stlarimni ziyorat qilaman. Xo'p, azurru asdiqaa min vaqtin li akhar. Ahsanti, mashaalloh. Barakallohu fikum. Tamam. Boshqa misol aytishni xohlovchilar bormi? Bo'lsa marhamat, aytamiz. Bo'lmasa keyingi boramiz. Marhamat, aytasizmi? Aytib ko'raymi ustoz? Albatta. To'g'ri chiqarmikin? Ana ashabu ila suqi min vaqtil akhir. Li akhir boshda li bor. Li akhir. Ahsanti, sahih. Tarjimasi. Men ba'zida bozorga borib turaman. Sahih, mashaalloh. Mumtaz. Yaxshi. Yana aytishni xohlovchilar bormi? Tamam, keyingi boramiz, o'tamiz bo'lmasam. Baynal hini wal hin. Bu ham xuddi mana shu ma'noda ishlatiladi.
zamon ya'ni ba'zidagina mana shu anaqa bilan ibora bilan ma'nosi bir xil. Shu ma'noda ba'zidagina shunday qilaman deganda mana shu ikkalasidan bittasini ishlatsak, ikkalasi ham to'g'ri bo'laveradi. Min vaqtin li akhar ham ba'zidagina kam holatlarda degani yoki baynal hini val hin. Bu ham xuddi shu ma'noda ishlatiladi. Demak, bunda ham avvalda turdi nuqtasi, birinchi jumlani aytib turib, ish harakatni aytib, keyin shu ish harakatni kam holatlardagina qilishligimizni aytamiz. Azhabu ila an-nadi bayna al-hin wal-hin. Kim tarjima qiladi? Nadi nima? Qishloq degani. Ba'zidagina qishloqqa boraman. Ahsanti, mashallah. Yaxshi. Keyingisi. Atma'innu ala usrati bayna al-hin wal-hin. Oilam bilan ba'zida tushlik qilamanmi deyaptimi? Nima deyapti? Atamizunmi degani? Taomlanaman. Ha, taomlanaman. Ba'zida oilam bilan taomlanaman. Yo'q, bu taomlanish ma'nosida emas. Biladiganlar bormi? Yatma'innudan kelib chiqqan atma'innu. Anu televizor emasmi? Yo'q, bo'lma haligi davrasida bo'lmoq shunaqa ustozim. Xotirjam bo'lmoq ma'nosida, xotirjamlikni his qilmoq ma'nosida. Ala usrati degani oilam ustida, ya'ni oilam ustida, oilam haqida ba'zidagina xotirjam bo'laman. Keyingisini men tarjima qilib beraman. Akulul at'imata sari'ata baynal hini wal hini. Ba'zida naqa sari'ati nima ovqatlar bor-ku, ko'chadagi tez tayyor bo'ladigan ovqatlarni yeyman, fast food ovqatlarini yeyman. Ahsanti, mashallah. Sahih. Xo'p, misol keltiramiz endi mana shu iboraga. Baynal hini wal hin. Marhamat, kim aytadi? Men aytsam bo'ladimi? Albatta, marhamat. أصبحوا في المسبح بين الحين والحين. Ahsanti, tarjimasi. Ba'zida basseynda cho'milaman. Ahsanti, mashallah. Xo'p, yana kim aytadi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Tafaddali. أذهب إلى المكتبة لقراءة الكتب بين الحين والحين. ba'zida kutubxonaga kitob o'qish uchun boraman. Ahsanti, mashallah. Mayli. Marhamat. أريد أن أكتب الرسالة إلى أصدقائي بين الحين والحين. Ahsanti, mashallah. Ba'zida do'stlarimga xat yozishlikni xohlayman. Yaxshi, mashallah. Sahih. Boshqa aytishni xohlovchilar bo'lsa marhamat. أذهب أنا من السوق بين الحين والحين bo'ladimi? Men ba'zida bozorga boraman. Ahsanti, mashallah. Sahih.
Marhamat, kim aytadi yana? Noto'g'ri bo'lsa to'g'rilab qo'yarsiz. Albatta. Azuru ustazi baynal hini va ko'zim tikmay qoldi. Baynal hini Baynal hini va val hayni. To'g'rimi ustoz? Ahsanti, mashalloh, to'g'ri. Ma'nosi? Men ustozimni ba'zida nima ziyorat qilgani borib turaman, ko'rgani. Ahsanti, mashalloh. Sahih. Yaxshi. Yana aytishni xohlovchilar bo'lsa marhamat. Men aytsam bo'ladimi? Albatta, marhamat. أنا أطبخ طعاما لذيذا بين الحين والحين. Ba'zida tayyorlab turaman. Ahsanti, mashalloh. Mumtaz. Boshqa aytishni xohlovchilar bormi? Mana bu nadini ma'nosi ko'pincha klub degan ma'noda ishlatiladi. Klublarga nisbatan. Boya boshqacha ma'no bermaydik, adashmasam. Mana shu ma'noni beramiz. Klubga ba'zidagina boraman degan ma'noda. Hozir esimga kelib qoldi. Xo'p, boshqa aytmoqchi bo'lganlar bo'lsa marhamat. Misol aytishni xohlovchilar bormi? يعني ألعب مع الأسرة ألعب كرة القدم مع الأسرة أصدقائي بين الحين والحين. Ba'zida do'stlarim bilan futbol o'ynayman. Ahsanti, mashalloh. Sahih. Ustoz, ba'zida tennis o'ynashni xohlayman demoqchiman-da, yordam berasizmi? Albatta. Tennis o'ynaymanni nimasi aytib yuborasizmi? Al'abu o'ynayman degani. Al'abu tennis yoki kuratal midrab desangiz ham bo'ladi. Al'abu kuratal metro dedingizmi, ustoz? Kuratal midrab. Kuratal metro. Iborani aytamiz davomidan. Baynal hayni. Baynal uhidumid. Baynal hayni wal hayn. والخيني أحسنتي ما شاء الله صحيح. خب boshqa aytmoqchi bo'lganlar bormi? Aytmoqchi bo'lganlar bo'lsa marhamat. Uyimni ba'zidagina tozalayman desak qanaqa bo'ladi? أنا أنظف البيت بين الحين والحين. أحسنتي ما شاء الله صحيح. أحسنتم وبارك الله في علمكم. Xo'p, mana shu yerda to'xtaymiz bo'lmasam, shu bilan mana shu bir sahifa iboralarimiz tugadi. 6 ta ibora o'tdimikin? 6 ta ibora o'tamiz. Bularning keyingi sahifasi ham bor, xuddi shunaqa odatlarni ifodalashlik uchun. Yana biroz davomi bor ekan. Keyingi darsga o'tamiz inshaalloh davomini. Ungacha mana shularni yozib, o'zlashtirib, misollar keltirib yodlab olishinglar kerak bo'ladi.
Dars haqida savollaringlar, tushunmagan joylaringlar bormi?